2025-yil yakuni. Qo'rg'ontepa tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabining 2025-yildagi faoliyati va erishgan natijalari. 2025-yilda mamlakatimizda ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'lim sifatini oshirish hamda pedagog va o'quvchilarning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirildi. Ushbu islohotlar Qo'rg'ontepa tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabi faoliyatida ham aniq, barqaror va sezilarli natijalar bilan namoyon bo'ldi. Yil davomida maktabda ta'lim sifati, kasbiy rivojlantirish, o'quvchilarning bilim darajasi, sport va intellektual salohiyatni oshirish yo'nalishlarida kompleks ishlar olib borildi hamda ko'plab yutuqlar qo'lga kiritildi. Men Qo'rg'ontepa tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosari Usmonova Dilfuza. Shuni mamnuniyat bilan aytmoqchimanki, hozirgi kunda ta'lim sohasiga nihoyatda e'tibor kuchaymoqda. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan yosh avlodga, pedagoglarga nihoyatda berilayotgan imkoniyatlar katta. Yoshlarimiz, pedagoglarimiz ana shu imkoniyatlardan unumli foydalanishmoqda. Buni samarasi o'laroq pedagoglarimiz, o'quvchilarimiz orasida ham, bitiruvchi o'quvchilarimiz o'rtasida ham xalqaro va milliy darajadagi sertifikatlar soni ortayotganini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, ustozlarimiz bitiruvchi o'quvchilarimizga yordam tariqasida har haftada oliy ta'limga tayyorlov repetitsion testlari olib borilmoqda. Bu repetitsion testlarning ham albatta natijasi yaxshi. Buni o'quvchilarimizni oliy ta'limga kirishida o'z samarasini ko'ramiz degan umiddamiz. Men 3-maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Nazar va Mohnaroyim bo'laman. 2025-yil o'quv yili davomida ona tili va adabiyot fanidan yuqori natijalarni qayd etdim hamda chet tili sertifikatlaridan bo'lgan turk tilidan B2 darajani qo'lga kiritdim. Pedagog kadrlar tomonidan erishilgan natijalar. 2025-yil davomida maktab pedagoglar tomonidan kasbiy rivojlantirish va ta'lim samaradorligi yo'nalishida 25 dan ortiq muhim natijalar qayd etildi. Jumladan, 3 nafar ingliz tili fan o'qituvchisi xalqaro darajadagi C1 va B2 sertifikatlariga ega bo'ldi. 1 nafar pedagog oliy malaka toifasini qo'lga kiritib, oliy va birinchi toifadagi pedagoglar uchun belgilangan 70% ustama bilan taqdirlandi. Pedagoglar orasida mentor va trener sifatida faoliyat olib borayotgan ustozlar mavjud bo'lib, ular yosh kadrlar bilan ishlashda yetakchi bo'lib kelmoqda. Xalqaro va respublika miqyosidagi konferensiyalar, xorijiy malaka oshirish va tajriba almashish dasturlarida ishtirok etildi. Fan olimpiadalarida o'quvchilar tuman bosqichida bir necha bor birinchi, ikkinchi o'rinni egalladi. Bular bir qatorda ochiq darslar, metodik ishlamalar, seminar va treninglar orqali yana ko'plab kasbiy natijalarga erishildi. O'quvchilar tomonidan erishilgan fan yo'nalishidagi natijalar. 2025-yilda maktab o'quvchilar tomonidan fanlar kesimida kamida 30 dan ortiq aniq sertifikat va natijalar qayd etildi. Xususan, ingliz tili fanidan 5 nafar o'quvchi 50 va 70% sertifikatga ega bo'ldi. Rus tili fanidan 5 nafar o'quvchi 50% sertifikatni qo'lga kiritdi. Informatika fanidan 3 nafar o'quvchi sertifikat sohibiga aylandi. Ona tili fanidan 1 nafar o'quvchi 50% sertifikatni qo'lga kiritdi. Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida 1 nafar pedagog milliy sertifikatga ega bo'ldi. Shuningdek, milliy va xalqaro sertifikatlarga ega bitiruvchilar soni 11A sinfda 4 nafar, 11B sinfda 12 nafar, 11D sinfda 5 nafarni tashkil etadi. Bu ko'rsatkich bitiruvchilarning 20 dan ortig'ini oliy ta'lim muassasalariga tayyor holda ekanligini anglatadi. Bundan tashqari, turli fan yo'nalishlarida yana qo'shimcha natijalar ham qayd etildi. Men Habibullayeva Zahro, 3-maktabning 11-B sinf o'quvchisiman. Men til o'rganishga juda ham qiziqaman va aprel oyida C1dan B2 darajasini qo'lga kiritdim va yaqinda IELTSdan 5,5 darajasining sohibasiman. Men 3-maktabning 11-B sinf o'quvchisi Hamidjonova Robiyaxonman. Hozirgi kunda ingliz tilidan 6,5 hamda rus tilidan C darajasi sohibasiman. Men 3-maktabning 11-B sinf o'quvchisi Diyoraxon Aslonovaman. Mening chet tillarga bo'lgan qiziqishim orqali men ingliz tilidan IELTS sertifikatidan 6 darajani va TOEFLdan 2 darajani qo'lga kiritganman. Bundan tashqari 2024 va 2025-yil davomida Vodiy.uz sayti hamda yosh kitobxon tanlovlarida faxrli birinchi o'rinni olib, hokim sovg'asini qo'lga kiritganman.
Men 3-maktabning 10-D sinf o'quvchisi Muhammad Amin Mahmud sportning kickboksing sport turi bilan shug'ullanaman va hozirda Zulfiya xonim davlat mukofotining viloyat bosqichidan respublika bosqichiga yo'llanma olganman. Shu bilan birga men sportning kickboksing turidan 3 karra jahon kubogi chempioni, 7 karra O'zbekiston chempioni va 8 karra O'zbekiston kubogi chempioniman. Shu bilan birga Osiyo chempioni ham. Assalomu alaykum. Men 3-maktabning 10-B sinf o'quvchisi Shuhrat Abdulhamid bo'laman va men chet tillariga qiziqishim tufayli 2025-yilda O'zbekistonning milliy sertifikat imtihonidan C1 va xalqaro koreys tili imtihonidan SK3 balni qo'lga kiritdim. Mening ismim Muhandis Supamirov va men 3-maktabning 9-B sinf o'quvchisiman. 2025-yil 13-noyabr kuni sıfırdan B2 darajaga erishdim. Men 3-maktabning 11-D sinf o'quvchisi Dilmurodova Madinaman va men milliy sertifikatdan C+ natijasiga erishganman. Men 3-maktabning 10-B sinf o'quvchisi Shukur Fazlov bo'laman. Men yoshligimdan ingliz tiliga bo'lgan qiziqishim tufayli hozirda B2 darajaga erishganman. Assalomu alaykum. Men 3-maktabning 10-B sinf o'quvchisi Hisoridinova Madinaman. Ayni vaqtda men ikkita fandan sertifikatni qo'lga kiritdim. Birinchi fanim ona tili va adabiyot milliy sertifikatidan B darajasiga erishdim. Kuni kecha tarix fani sertifikatidan C+ darajasiga erishdim. Men 3-kuniy o'rta ta'lim maktabining 10-D sinf o'quvchisi O'ktamjon Hikmatulloman. Men bu yil biologiya fani milliy sertifikati C darajasini oldim. Sport yo'nalishidagi yuqori natijalar 2025-yilda maktab o'quvchilari sport sohasida alohida faollik ko'rsatdi. Yil davomida sport sohasida 50 dan ortiq aniq natijalar qayd etildi. O'quvchilar Jahon, Osiyo va O'zbekiston chempionatida ishtirok etib, oltin, kumush va bronza medallar, shuningdek, sport kamarlarini qo'lga kiritdi. Maktab ichki faoliyati va umumiy muhit 2025-yil davomida maktabda fan, sport va ijodiy yo'nalishlarda o'nlab ichki turnir va musobaqalar o'tkazildi. Deyarli barcha o'quvchilar o'z qiziqishlariga mos ravishda faol ishtirok etdi. Xulosa qilib aytganda, 2025-yil yakunlari shuni ko'rsatadiki, Qo'rg'ontepa tumani 3-umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim, sport va tarbiya yo'nalishlarida olib borilgan ishlar reja asosida tizimli va samarali tashkil etildi. Pedagoglar tomonidan 25 dan ortiq, o'quvchilar tomonidan fan, sport va intellektual yo'nalishlarda 80 nafardan ziyod natijalar qayd etildi. Bu ko'rsatkichlar maktab jamoasining salohiyati yuqori ekanligini va kelgusida yanada yuksak marralarni ko'zlayotganligini yaqqol namoyon etadi. Qo'rg'ontepa Live axborot xizmati